Уборка video deydilar. Mana sizlarga уборка video. Bugun xonamizni полный уборка qilamiz. O'zi generalniy уборкani boshlab qo'ydim. Bu qilinmagan joylarni sizlar bilan birga qilib davom ettiraman. Birinchi bu musorlarimni to'kib oldim va mana shu burchakdagi ustma-ust qilib qo'ygan tortmam, chunki joyi yo'q. Bilasizlar, bolali bo'lgandan keyin kravat, shkaf deganda joylarni to'ldirguncha ham joyim sig'may qolar ekan. Shunaqa ustma-ust qilib qo'yib qo'yganman. Birinchi tepasida dorilarni hammasini qo'yib qo'yganman, aptechka qilib, ipasida shunaqa zaryad qilib turadi. Bu yerda qizim menga motivatsiya berib turibdi. Baqirib meni ko'rsanglar bo'ladi. Baqirishni qaranglar. Shunaqa qilib hammasini joylab oldim. Birinchi artib, polni artmaganimga ancha bo'ldi. Meni artib turgan ekan, qarasam, keyin chiroyli qilib artib, hammasini joylab, rasmlarimni, gullarimni, sitlinlarimni chiroyli qilib qo'yib oldim va qizimning pamperslarini ham qarasam qolmabdi, ularni ham hammasini chiroyli qilib joylab qo'ydim. Mana shu yoqqa taxlab qo'yaman. Orada kiritib oldim. Nuriya kirmoshdan tomosha qilib turguncha men kiyimlarimizni joylab, oynalarni artishni boshladim. O'zi ham oynamiz meni artasammi, yo'qmi, chang bo'lib ketdi deb turgan ekan. Keyin parachsizlar chiroyli qilib artib oldim. Hamma endi bo'lsa pastellarimni ham alishtirib ola qoldim. Pastellarimni ham alishtirdim. No, ustiga navlichkasiga kelgan, navlichkam nimadir, xolos o'shani alishtirishga erindim. Erim kelsalar o'zlari tiqib beradilar, ishdan kelib dedim-da, qo'yib qo'yardim. Plisoslarni ham qo'yib oldim, oynalarimni oldini artib, chiroyli qilib gullarimni qo'yib qo'ydim va shu bilan ubоркamiz tugadi. Sizlarga ham paka-paka. Menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.